Sevgan insonimga turmushga chiqib qattiq xato qildim. 7 yil sevishib yurgan insonimga turmushga chiqdim. Bu to'yni ota-onam umuman xohlashmadi. Mani ularga bergisi kelmadi. Hali sen oliy o'quv yurtlariga kirishing kerak, hali sen institutlarni bitirishing kerak, chiroyli student bo'lib yurishing kerak deyishdi. Lekin men u insonni yaxshi ko'rib qolganim uchun ko'zlarim ko'r bo'lib qolgan ekan. Men ularga turmushga chiqdim. To'yimizdan bir hafta o'tgandan keyin men yaxshi ko'rgan insondan asar ham qolmadi. To'ydan keyin u inson juda ham o'zgarib qoldilar. Uyga kech kelar, kechasi 12-1 gacha men ularni kutib o'tirar edim. Qayerdasiz deb telefon qilsam, telefonlarini ko'tarishni ham xohlamas, men bilan gaplashishni ham xohlamas edilar. Men esa hayron qoldim. Hali uyda bir o'zim 40 kunlik chillamiz ham chiqmagan edi. Ular esa har kuni kech kelar edilar. Keyin bir kuni eshitib qoldim. Qaynonam meni erimga juda ham yomonlar ekan. Shundan keyin men buni bilgandan keyin erimga gapirdim. Erim esa sen meni onamni yomonlayapsanmi deb meni urishga tushdilar. Shundan keyin hayot davom etaverdi. Uyimga ham qaytib keta olmas edim. Chunki ota-onamga qarshi chiqib mana shu insonga men turmushga chiqqandim. Erim meni har kuni kaltaklar, har xil qizlar bilan ham gaplashar edi. SMS'larini telefonida ko'rib qoldim. Keyin o'sha men homilador bo'ldim. Homiladorligimni xursand bo'lib men ularga aytgan edim. Erim meni gapimni eshitishni ham xohlamadi. Oila a'zolari ham xursand bo'lmadi. Nega bunchalik meni yomon ko'rishar ekan deb hayron bo'ldim. Keyin bilsam, qaynonam boshqa qizni olib berishni xohlagan ekan. Xullas meni oiladagilar juda ham yomon ko'rishar edi. Turmush o'rtog'im juda ham o'zgarib qolgan edilar. Ular faqat onasini aytganini qilar edi. Meni yomon ko'rar edilar. Men bo'lsa nima qilishni bilmasdim. Uyimga qaytib ketay desam, qaytib ham keta olmayman. Ota-onamning aytganini qilmaganim uchun ularning oldida hali ham uyalaman. Oilamdagi bo'lgan vaziyatni esa ota-onamga aytib bermayman. Chunki o'zim tanlagan, o'zim pishirgan osh, o'zim o'rgilib ham aylanib ham ichishim kerak. Shunday deb yozib qoldi bir obunachim menga. Siz ham qizlarga, ayollar bilan ishlaysiz. Shuning uchun ularga ayting, shoshilishmasin, o'qishsin, ilm olishsin, menga o'xshab xato qilishmasin deb qoldi obunachim.